tushunmadim. Dastavkalar arzon bo'lsa nima, men 1 soat kutishim kerakmi zakazni? Qo'yib ham xillab ko'ring. Ha? Xom bulkani mazasi kelyapti. Xullas, kontentni dodasi sizlar uchun 4 ta har xil fast fooddan lavash zakaz qildim va birma-bir hozir hammasini solishtiramiz. Birinchisi Evas 13 minutda yetib keldi. 52 ming so'mga bizga lavash tushdi. Yeb ko'ramiz. Og'irligi eng birinchi bo'lib Evas yetib keldi. Narx jihatdan ham eng arzonlardan bittasi bo'ldi. Lekin oldin Evas ancha sochni bo'lardi. Hozir lavash qalin va sochnisi yo'q, deyarli yo'q va go'shti menga kamlodi tuydi. Buyurtma berishda garchi muammo bo'lgan bo'lsa-da, Oqtepa ikkinchi bo'lib yetib keldi. Lavash og'irligini ko'ramiz. Oqtepada muammo nimada bo'ldi? Botdan biza Telegramdan topa olmadik. Telefon qildim 2 marta. Boshqa nomer saqlangiz qiling, sizga silka tashlab beramiz deshdi va oxir-oqibat zakaz qildik. Lekin lavashni yeyapman, hozir xom mazza kelyapti, un mazza kelyapti. Men bilmayman nimaga. Qo'yib ham xillab ko'ring. Ha? Xom. Mana hididan ham bilinib turibdi. Lavash xom. Lekin go'shti yomon emas, sochnisi o'rta darajada. Keyingisi Fidap 20 minutda keldi. Hozir ko'ramiz. Og'irligini ko'ramiz. Xullas, Fidap lavashi sochnisi menga yoqdi va eng yoqqan narsasi bu lavashni mana bunaqa ustidan xurshashiro qilishgan, lekin jani qotib ketmagan. Hidi ham yaxshi, dastavka ham yomon emas. Pakashko menga yoqayotganlardan bittasi shu bo'ldi. 52 minutda keldi Maxway. Men qolganlarni lavashni o'zi hazm qilib olishga ulgurdim. Ko'ramiz mazasi. Bilmayman, aksiyami yoki kech qolganigami menga bitta longram pekingga qo'shib yuborishdi. Og'irligi. Xullas, lavash juda kech keldi. Ikkinchidan lavash juda yog'li va mana sousi slishkom ko'p medaga tegadigan darajada. Lavashdan xuddi Oqtepadan kelayotgan hid, ya'ni sal xomroq kelyapti. Xullas, yetkazish vaqtini, narxini o'zingizlar ko'rdinglar, lekin men bu 4 ta lavashdan boshqa bittasini ham uyganmi, boshqa joygami dastavka zakaz qilmayman. Xato ekan. Maxway bilmayman nimani o'ylabsizlar, deyarli 1 soatda yetkazdinglar, lekin sizlar sovurgan sovg'inglar ham sizlarni qutqarmadi. Xullas, xulosa o'zingizlardan kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi lavashlarni yaxshi ko'rasizlar va zakaz qilasizlar va eng asosiysi like bosinglar va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi kontentlarni kutib qolinglar. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman.